Quva tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i tashabbusi bilan yoshlar o'rtasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, ularni qo'llab-quvvatlash hamda bandligini ta'minlash maqsadida rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Uchrashuv davomida yoshlarni qiziqtirayotgan masalalar, jumladan bandlik, kasb-hunar o'rganish, xizmatga joylashish va kelajak rejalari yuzasidan fikr almashildi. Yoshlar tomonidan bildirilgan taklif va muammolar diqqat bilan tinglanib, ularga tegishli tushuntirishlar berildi. Mazkur tadbir doirasida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi ham o'tkazilib, tumandagi tashkilot va korxonalarda mavjud bo'sh ish o'rinlari yoshlarga taklif etildi. Yoshlar o'zlarini qiziqtirgan kasblar va mutaxassisliklar bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lib, ish beruvchilar bilan bevosita muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Tadbir yakunida ayrim yoshlarga ishga joylashish va kasbga yo'naltirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Bunday uchrashuvlar yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatda faol o'rnini ta'minlashga xizmat qilishi ta'kidlandi. Ona markazga borib, o'qib, qo'lingizga sertifikat olib, yo'nalishni tanlab olganingizdan keyin sekin-sekin oyoqqa turib ketadi. Shunday bo'ladi. O'zingizga bo'lmaydi bu ish narsa.